Nafs balosi. Dengiz bo'yiga dam olishga borganimda yurtdoshim bilan hamxona bo'lib qoldik. Nihoyatda tavozili, ilonni og'zidan chiqqandek kiyinadigan, bo'yinbog' taqib yuradigan odam ekan. Bir kuni Sochidagi Dangdaryaga kirdik. Yer yuzida jannat bo'lsa shunchalik bo'lar. 7 iqlimning daraxtlari, har biri chinnikosadek oppoq nim-pishdi gullar, aqlni lol qiladigan magnoliyalar, archalar, bambuklar, kaktuslar, bananlar, anvoyi chechaklar. Ozoda maysazorda tovuslar tamanno bilan kezadi. Bir xillari daraxt shoxlariga qo'nib o'tiribdi. Odamga shu qadar ko'nikib ketganki, yaqin borishingiz bilan kamalakdek dumlarini yoyib, husnini ko'z-ko'z qiladi. Mahliyo bo'lib turib qolibman. Bir mahal hamxonam yelkamdan turtdi. Shu go'shtidan tabaka qilsa bo'larmikin, domla? Ko'ziga uzoq termildim-da, indamay burilib ketdim. Toshkentga qaytguncha deyarli gaplashmadim. O'tkir Hoshimov daftar hoshiyasidagi bitiklaridan.